Yurusim bor. Xo'p, qarang. Nevara patologlarda o'zi pul simidan bo'lardi. Sizda pul bo'yicha nima muammo bo'lyapti? Shundan gapiring qizig'i. Pul bo'yicha mm, o'zingizga munosib deb bilmaslik, haligi ishlatishda Pulni nima ishlatish deydi? bo'yicha o'zingizga munosib deb bilmaysizmi? Da. Masalan, hozir mana blog yurgizyapman o'zim ishim bo'yicha. Hop, Masalan, mana prodyuserskiy ishlar, SMM ishlari уже aloqaga chiqishyapti-da, YouTube darajasiga chiqaylik, keling, nima berishyapti savollar. Narxini eshitsam, oho, shuncha pulga men sarf qilishim kerakmi blogim uchun? Usiz ham o'zim yurgizyapman-ku, menga uni nima keragi bor desam, yo'q, miyamga sig'dira olmayapman-da, что shu $3000 men bir oy sarflasam, menga undan-da ko'proq kelishi mumkin. Kecha eski nimalarda qolib ketyapman, sarqitlarda. tushundim. И shu Dildor opa, muammoyingiz pulni o'zingizga sarflashga ravo ko'rmaslikmi, blogingizni rivojlantirishdan qo'rqishmi yoki umuman boshqami? Oldin bitta muammoni ushlaylik. masalan, erkak kishidan ham pul olish muammosi bor menda. Xo'p, Masalan, o'zim qilishim kerak, o'zim ikkinchisini aytdingiz. Qaysi biri opa? umumiy pul muammosi haqida gaplashaveraylik. Bo'ldi. Savol unda sizga. Pul muammosi deganda aynan siz pul bo'yicha qanday muammoni nazarda tutib, umumiy pul muammosi bo'yicha gaplashaylik degan savolni menga o'rtaga tashladingiz. Bittaga aylantirib qo'yaveraman men. Da, eee, men uchun juda katta summa bo'lib tuyulyapti. U summa menda yo'q. Qaysi summa katta Eee, bo'lib tuyulyapti? shu rivojlanishim uchun sarflashim kerak bo'lgan pullarimda, o'zim uchun sarflashim kerak bo'lgan pullar. Demak, pul haqidagi muammoingiz nima degan savolimga siz rivojlanishimga kerak bo'lgan pullar men uchun katta summa bo'lib tuyulyapti. Muammoingiz shumi? Yaxshi. Xo'p, rivojlanishingiz uchun, ya'ni qaysi taraflama rivojlanishni nazarda tutyapsiz aslida? Kasbim bo'yicha, psixologiya bo'yicha, masalan, ruhiy holatim bo'yicha. Hop, endi rivojlanish siz uchun nima? Sizni nazdingizdagi rivojlanish qanaqa bo'ladi? Hozirgi paytdagisini ayting, umumiy emas. Hozirgi paytdagimi? Ya'ni rivojlanish O'zim deganda ustida nimani nazarda tutyapsiz? Malaka oshirishmi? Blog malaka yurgizishmi? oshirish, o'zim ustimda rivojlanish, o'zim ustida ishlash, blog uchun ham sarflash. Umumiy mana sarflashga kelganda men uchun bu pullar katta bo'lib tuyulyapti-da. Aynan, Bu pullar aynan siz uchun katta bo'lib ko'rilayotgan summa nech pul va aynan qaysi bo'yicha? O'zingiz ustida ishlashmi, malaka oshirishmi yoki blog yurgizishmi? umumiy uchalasi ham. Yo'q, o'shani eng og'riqlisi, eng menga ham mayli, lekin mashinga baribir anaqa qila olmayapman-da deganingizni ayting-da, bittasini ayting. O'zim uchun sarflash. O'zingiz uchun sarflashda aynan nimani nazarda tutyapsiz? O'zi uchun sarflashga kiyim olish ham kirishi mumkin, ovqatlanish ham kirishi mumkin. O'shaning uchun bizga aniqlik kerak. Keling, blog yurgizishni deyaveraylik. Blog yurgizish. Hop, blog yurgizishga pul sarflashni qimmat deb bilyapsiz yoki o'zingizga ruxsat bera olmayapsiz, shundaymi? Da, da. O'zingizga ruxsat bera olmayapsizmi yo qimmat ko'rinyaptimi? Qimmat ko'rinyapti. U pullar hali qo'limda yo'q deb bilyapman. Qo'lingizda bormi o'zi? Ular so'rayotgan summa hali yo'q.
Ular so'rayotgan summa hali yo'q. Hop, Da. nima uchun? Hali bu o'zligi pul to'plashni bilmayman. Pul qo'limda turmaydi-da. Unaqa summa menda masalan hali zapasimda, enzayimda yo'q. Tushundim. Hop, endi demak, muammo endi qarab turing, diqqat qiling. Muammo demak pulni sarflash haqida ketmayapti endi. Endi pastga tushyapmiz biz. Demak, muammoni aslida demak, nima ekan? Siz bo'p turib sarflashdan qo'rqmayapsiz ekan. Balkim o'sha pul yo'qligi uchun qo'rqyapsiz ekan. Ha, xo'p, endi yo'qligini sababi nimada ekan? Aynan nima ekan yo'qligini sababi? Yo'qligini sababi sizda pul to'plashni bilmayotganligingiz ekan. Xo'p, endi demak, o'zi nech pul oylik olasiz? Siz davlatda ishlaysizmi, xususiyda ishlaysizmi, qanaqa? Biz kasalga qarab turib olamizda. Masalan, 1,5 ming dollar nima bo'ladi? 1 oyga ishlayman. Bir oyda 1000, Nima? 1,5 ming dollar topasiz, to'g'rimi? Xo'p. Da. Xo'p, endi necha yildan beri bu sohadasiz? 25 yil. 25 yildan beri endi misol uchun deylik, o'rtacha oyingizga 10 million so'mdan olib qolgan taqdiringizda ham 1 yilda bemalol 10 ming dollar siz to'plagan bo'lardingiz ekan. To'g'rimi? Xo'p. 25 yilda qancha bo'ladi u? Yilingizga 10 ming dollar men oyingizga devoribman. Yilingizga 10 ming. 25 yilda 250 ming dollar bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p. Demak, sizni cho'ntagingiz go'yoki teshik. Xo'p. 1,5 ming dollar topasiz. Xo'p. U pulni siz qayerga sarflaysizki, shtobi sizni cho'ntagingizda qolmaydi. Sarflarim ko'p. Xo'p, saning? Bemalolman men, ha. Sanavring. Kassalarim bor, berishim kerak bo'lgan. Kassa bu xo'p, kassa. Yozing o'z ichidan. Birinchisi kassa. Xo'p, keyingisi? O'zimni ehtiyojlarim. Nima ehtiyojingiz? Har oy baribir kiyim-kechak olinadi. Nima ro'zg'or, kommunal to'lovlarimiz bor. Xo'p. Mashinaga sarf qilinadi. Xo'p. Shu maishiy katta-kichik sarflar. Shunda doim oylikka mana shunaqa yetasiz, shundaymi? Xo'p, tushunarli. Endi shunda 1 oylik chiqimingiz 1,5 ming dollarmi? Da. 1,5 ming dollar. Qarzsiz yashayman. Keyin mashina nimam bor ozgina, foizsiz kreditim bor. Nima kredit emas, shu to'lov. Yaxshi. Eringiz bormi? Eringiz nima ish qiladi? Savdoda mebel. Xo'p, endi qarang-da, hozir mana shu savolni berishimdan oldingi bo'lgan gaplaringiz, eri bor, kamida 3 ta bolasi bilan yolg'iz qolgan va mana shu oilani men tebratishga sarflayapman, o'ynayotganim yo'q, bu pullarni hammasi joyiga ketyapti degandek gapirdingiz. Xo'p, kommunalni siz to'lasiz. Mashinaning krediti bormi, boshqa bormi, hammasini siz to'lasiz. Unda eringiz-chi? Nima qiladi? Endi rostini aytsam, men tinch turmushman, no hamma ishda og'irimni tushirmayman. Faqat o'zim. Xo'p, nima uchun og'irini tushirmaysiz? Siz uchun o'zi og'irini tushirish qanaqa? O'zim ishlayapman, o'zim topyapman, o'zim qilaman. Demak, o'sha o'zingiz ishlab turib ham, lekin kimdandir pul olish, demak siz uchun ayol kishini erkakka tushirgan og'irlik yuki deb bilasiz, shundaymi?
Ha, da. Bu fikr Da. qayerdan keldi sizga? Oy. Kichkinaligimdan bo'lsa kerak. Hozir to'xtang. O'zim Maftuna 1996. Bu opani o'ylanganiga siz mana qilmang. Hozir mana shu opadan keyin именно siz bilan gaplashaman. Men bergan savollaringizdan tilingizni sepib chiqib ketadi. Chunki men shunaqa savol beraman, odam hech qachon buni o'ziga berib ko'rmagan savollar bo'ladi. Odam o'ziga berib ko'rmagan savolga refleks rivojlangan bo'lmaydi. Opa, nevropatolog sifatida tasdiqlaysizmi? to'ppa-to'g'ri. Hech qachon Men berilmagan ham savolga hozir bu odam shunday oson o'ylanadi. deb o'tiruvdim. To'ppa-to'g'ri. Ha, To'ppa-to'g'ri. bu yoqdagi ko'rayotgan odamga uf, nimcha dimlanadi, tap gapirmaydimi deb o'ylaysiz, lekin o'zingiz meni qarshimga chiqqaningizda xuddi shunaqa tillaringizni sepib chiqib ketib o'ylanib qolasiz. Buni aslida yomon joyi yo'q. Bu normal holat. Bilib oling shuni. Mana keyingisi siz bo'lasiz, keyin gaplashaman siz bilan. Xo'p, endi demak, endi qarang. Siz o'zi azaliy og'ringizni tushirmaydigan ayolmisiz yoki eringizdan qayta so'raverib ololmaganingizdan keyin, undan so'raguncha o'zimni topganimdan qo'ymasin deydigan pozitsiyaga o'tib qolganmisiz? Oldindan bu narsa menda bor. Hop. Chunki doim ishlaganman, o'zim doim eplaganman. Hop. Turmushga chiqqunga qadar ham и o'zim eplay olayman bundan keyin ham. So'rab qildirgandan o'zim indamay hamma finansimni qilganim yaxshi deb bilaman. Xo'p, endi o'zingiz eplashingiz sizga nima beradi-yu, so'rab qildirishingiz nima beradi? Menga birinchidan so'rash qiyin, ikkinchidan malol kelishlikdan qo'rqaman. Malades. Endi xo'p, nariga odamga malol kelishlikdan qo'rqasizmi? Da. Masalan, menga hozir emas, keyin, hozir mavrud emas degan narsalar ham men uchun qilgisi kelmayapti yoki hozir sharoiti yo'q, men sharoitidan kelib chiqishim kerak. Sharoiti bo'lganda qilib beradi, unga do'r mayli o'zim qilaveray degan fikrga kelaman. Lekin bu sharoit 20 yilda bo'lmasa ham rozisiz. Shunday bo'lib kelyapti aslida. Xo'p, u insondan siz biror narsa so'raganingizda u uji to'g'ri tushuntirishni boshlasa, siz nimani his qilasiz o'zingizga nisbatan? Rad etilganlikmi, qadrsizlikmi, nima? Malol kelishlik. O'sha mana Dildora kimgadir malol kelyapti. Mana tasavvur qiling. Dildora kimgadir malol kelyapti va kimgadir malol kelayotgan Dildora nimani his qiladi shunda? Meni aytganim vaqtida bo'lmayapti. Hissiyot, Aytganim fikr so'ramayapman, hissiyot so'rayapman. Nimani his qiladi shunda? Ha? Yengil rad etilish. Rad etilish. Xo'p, rad etilish Dildora uchun nimani anglatadi shunda? Men uchun qilib bermayapti. Men uchun haligi siz aytasiz, ovchi instinkti ishlamayapti. Xo'p. Men Men uchun qilib bermayapti, demak men keraksizmanmi? Men uchun qilib bermayapti, demak men qadrsizmanmi, nima? yo'q, qadrsizlikka yetib bormaydi. Hop, yo'q, prosta men sizga misol keltirdim-da. Men uchun baribir o'sha malollanishga qarab ketyapti hayot. Hop, malollanganligingiz natijasida siz rad etilyapsiz. Hop, rad etilish Dildora uchun bu nimani anglatadi? Tashlab ketilishdan qo'rqmayman. Oldin bu qo'rquv bo'lgan menda, lekin hozir o'zim bemalol ketishdan roziman. Nimaman, qo'rqmayman. Savolni esidan chiqarib qo'ydingizmi?
Nimaga olib kelyapti? Yo'q, nimaga olib kelyapti emas. Rad etilish Dildora uchun nimani anglatadi dedim. Yolg'iz qolishlik, Bu ana yolg'iz qolishlik va konsekonsov keraksizlik. Tushundingizmi? Demak, aslida sizda nima bo'layapti? Siz uchun kimdandir pul so'rash, hattoki turmush o'rtog'ingiz bo'lsa ham. Demak, nima bo'layapti? Agar u mabodo men so'ragan pulni bermasa, men o'zimni rad etilganlik his qilaman, uni natijasida yolg'iz qolaman va keraksizdek bo'lib qolaman degan og'riq bor. Siz doim o'zim qilaveray, o'zim guldek hunarim bor-u, o'zimga mana qilaveray, una qilaveray deganingizda o'zi aslida demak siz nimadan qochyapsiz ekan? Keraksiz bo'lib qolishdan qochyapsiz. Keraksizlik og'rig'ini qaytadan totishdan qochyapsiz. Endi tushundingizmi? Lekin aslida qo'rqmayman yolg'iz qolishlikdan. Yolg'iz qolishlikdan nima deydi? Qo'rqmayman deyapsiz, boshqa deyapsiz-da. Lekin biz bu yerda aql haqida emas, balkim ong ostidagi haqiqatlar haqida gaplashyapmiz. Siz o'shanga yo'liqmaslik uchun harakat qilyapsiz. Mana o'zingiz mana og'zingiz bilan aytyapsiz qo'rqmayman deb. Agar qo'rqmaganingizda rad etilishdan ham qo'rqmasdingiz. Rad etilishdan qo'rqmaganingizda so'rashdan ham qo'rqmasdingiz. Bezrayib so'raverardingiz. 2 kundan keyin bo'ladi. Bo'ldi, asalim 2 kundan keyin. Asalim nima bo'ldi bugun? Mana men sizni 2 kundan beri kutyapman. Bugun begim menga mana o kamlarimni qilib berarmikin deb, voy 1 kun qoldi 2 kun bo'lishga va hokazo deb turib xuddi yosh bola kabi pul ber, pul ber, pul ber, pul ber, pul deb siz uchun bu nima erdan pul olish, boshqa qilish shunchaki o'yinga aylanib ketardi. Demak, siz o'sha o'yinga kirishdan qo'rqyapsizmi? Mana biz sababdan natijaga qarab bormaymiz-da, opa. Natijadan sababga qarab ketyapmiz. Modomiki pul so'rash o'yiniga qatnasha olmayapsizmi? Demak, o'sha o'yinni natijasidan qo'rquv bor. Qaytarib aytaman. Yolg'izlikdan qo'rqmaganingizda rad etilishdan qo'rqmasdingiz. Rad etilishdan qo'rqmaganingizda nimadan qo'rqmasdingiz? So'rashdan qo'rqmasdingiz. Va siz uchun hozir pulim yo'q, imkonim yo'q, sabr qilib tur. Nima sen pul deb tug'ilganmisan? Onang seni pul deb tuqqanmi? Pulga homilador bo'lganmi degan achchiq-sassiq gaplari siz uchun просто tak приkolniy gaplarga aylanib ketardi qulog'ingiz uchun. Lekin unaqa qilmayapsiz siz. Natijada opa, endi bilmadim nevropatolog sifatida buni qabul qilish sizga qanchalik anaqa, men sizga aniq faktni aytayapman men. Ya'ni u bo'lmasa bu bo'lmasdi degan sabab va natija bilan bog'lab aytayapman zanjir qilib. Natijada nima bo'lardi? Ishlagan pullaringizni siz o'zingiz uchun, o'zingizni rohatingiz uchun sarflagan bo'lardingiz, to'plagan bo'lardingiz. Yo'q pulni sarflash odamga qo'rqinchli-da. Masalan, oyiga misol $1,500 topsangiz, uni hammasini misol uchun siz o'sha bitta shaxsiy brend yurgizaman degan odamga misol 2 oyligingizni berishni o'ylasangiz, o'zi zo'rg'a yetkazayotgan bo'lsam men qanaqa qilib beraman degan fikr bo'lishi tabiiy. Endi mana shu holda endi sizda ikkita yo'l bo'ladi opa, ikkita yo'l. Birinchidan siz mana shu pul so'rashga nisbatan ichki qo'rquvlaringizni yechish, bu alohida seansda bo'ladi. Chunki ichki qo'rquvlaringiz yechilsa pul so'raydigan bo'lasiz. Pul so'radingizmi? Demak, o'zingizni hozir oyligingizni siz ro'zg'orga va hokazoga ishlatayotgan bo'lsangiz, o'zingizga saqlab qolishni boshlaysiz. Tushuntira oldimmi? Bu bir. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li, mana birinchi yo'li eng osoni bu. Ikkinchi yo'li bu juda qiyin.
Nimagaligini hozir aytaman. Ikkinchisi siz shu darajada ko'p pul topishingiz kerakki, oyiga 1,5 ming emas, 3 ming, 4 ming dollar topsiz, o'shandan 1,5 mingini siz doimiy rasxodim deb turib olib qo'yganingizdan keyin qolgan 1,5 ming, 2 mingi siz uchun to'planadi. Endi yana bitta narsa bor. Insonni daromadi bilan xarajati ham tengma-teng o'sib boradi. Fakt, o'tmishingizga nazar soling. Menimcha kechadan beri yo 1 oydan beri siz nima deydi, ishga kirganingizdan beri 1,5 ming dollar oylik olmaysiz-da. 2 milliondan, 3 milliondan, 4 million mana shunaqa qilib chiqqansiz shu holatga, to'g'rimi? Yildan yilga yoki oydan oyga oshib boradi va eng qizig'i shu paytga mana o'sha 2 million yoki 5 million oylik olayotgan paytingizda siz rasxodingiz ham 5 millionga bo'lgan. 5 millionga siz bemalol 1 oylik tirikchiligingizni o'tkazgansiz. 7 million bo'lganda 7 millionga ko'tarildi. Agar siz mana shu holatda ketaversangiz, 10 ming dollar topsiz, rasxodingiz 15 ming dollarga chiqib ketib qoladi. Tushundingizmi? Ozgina g'urur masalasi deyman deb g'ururim ba'zi faqat o'sha ichimdagi o'sha qaysidir qo'rquvimda. Qarang, siz ichki qo'rquvingizni aql uni tan olgisi kelmasdan g'urur bilan yopib qo'ygan. G'ururlisiz, kibrlisiz, yalinishni xohlamaysiz va hokazo. Lekin buni ortida sizni og'rig'ingiz turibdi. Endi aql nima qiladi? Biz g'ururlimiz. Biz uncha-munchaga yalinmaymiz. Biz o'zimizni o'zimiz eplay olamiz. Va hokazo deb turib uni chiroyli qilib g'urur bilan yopib qo'yapti. Nimaga? Chunki g'urur aqlga to'g'ri kelaveradigan narsada, chunki biz shunaqa insonlarni ko'ramiz. Bu g'ururli, bu uncha-munchaga egilmaydi. O'sha g'ururli bo'lish biz uchun go'yoki haligi o'zini sevish, o'zini qadrlash, mana shunaqa fonda ko'ringanligi uchun mana bu uni ortidagi og'riqni biz ko'rgimiz kelmasdan g'urur bilan yopib qo'yamiz. Kibr bilan yopib qo'yamiz. Aslida g'ururli odamni ham, kibrli odamni ham yoki bo'lmasam eng qo'rqoq odamni ham, boshqa odamni ham orqasida aynan mana shu uni orqasida turgan nimadir bor. Inson tug'ilganidan g'ururli bo'lib tug'ilmaydi. Tug'ilishidan u qo'rqoq bo'lib, odamlarga gapira olmaydigan bo'lib, yo bo'lmasam o'zini haqqini talab qila olmaydigan bo'lib, shaxsiy chegarasi nol bo'lib tug'ilmaydi. O'tmishdagi bo'lib o'tgan voqealar. O'ta rahmdillikchi masalan hozir baribir yo'q. Nima qilaman uni undan so'ra hozir yo'q desa, keyin undan ko'ra o'zim ishimni bitkazib ketaveray deb ham o'ta rahmdillikni endi siz bilan alohida mabodo ishlasak sizga ochib beraman. Uni ham bilib qolsangiz endi miya portlab ketadi. Bunga uxlamay chiqasiz. Siz mana shuni o'zini hazm qilib turing. Shunaqa opa. O'shaning uchun ko'rdingizmi? Ya'ni muammo umuman boshqa joydan boshlandi. Siz muammoni rosa bo'lsa, nima uchun men ruxsat bera olmayapman deb turib, prosta bir qadam chuqurlashgansiz. Lekin uni uyog'i umuman siz kutmagan joylarga borib ketdi. Aynan diagnostika mana kuzatuvchilar uchun. Diagnostika siz uchun kerak. Mana shu uchun kerak. Aynan muammo siz o'ylagan joyda bo'lmaydi. Agar hamma o'z-o'zini kovlab yoki boshqani diagnostikasini eshitib, boshqa bo'lib o'z-o'zini kovlab muammosini yechish mumkin bo'lganda, birinchidan men bu sohani mutaxassisi bo'lmasdim. Chunki любой ofisni egasi ham ofisni o'zi tozalab olish qo'lidan kelganligi uchun aynan o'sha nima deydi, tozalovchilarning oyligi baland emas. Nimaga insonni oladigan puli nimaga nisbatan baland yoki past bo'ladi deydigan bo'lsa, noyobligiga qarab. Siz qila oladigan ishni qanchalik kam odam qila oladigan bo'lsa, shunchalik sizning narxingiz oshadi. Siz qiladigan ishni qanchalik ko'p odam bila olsa yoki bilib olish oson bo'lsa, uni narxi qimmat bo'lmaydi. O'shaning uchun ham men bu sohani mutaxassisi bo'lmasdim.
va odamlar bitta, misol uchun, seans uchun menga $500 to'lamasdilar. Da. Diagnostikaga yozilishim kerak-a? Siz diagnostika qilib bo'ldim, opa. Yo, siz Endi hozir konsultatsiya. $50 diagnostikani, yo $100 diagnostikani bekor oldi, yo tekinga oldingiz. Nimaga? Chunki anaqa nima deydi, bez o'chirib olaman desangiz, o'sha $100 da. Hozir siz bu yerda efirda bo'lib, shu narsani olib bo'ldingiz. Endi siz bilan faqat o'sha seans, ya'ni miyangizni qaytadan dasturlash qoldi. Ya'ni miyangizni nimaga dasturlash kerak desa, uje mani rad etilishim mani kerakli yoki keraksizligimni anglatmaydi degan yangi formulaga, ya'ni qonunga aylantirish kerak o'shani. O'shandan keyin siz rad etilishdan qo'rqmaysiz, bezrayib so'raverasiz keyin. Mana g'ururingiz ham yo'qolib ketadi keyin. Shunaqa. Bu endi jonli efir bo'lganligi uchun, bu YouTube ga qo'yilgani uchun va buni orqasidan ham boshqa mijozlar kelishi mumkin bo'lganligi uchun jonli efirdagi diagnostika bepul bo'ladi. Manfaat, sizga ham manfaat, menga ham manfaat. Ular shunaqa nagli gapiraman, hali biragilar pul uchun emas, va hokazo deb qat butda bir pul topish yoki bir pul uchun xizmat qilish bir g'alati, bir nima deydi, yomon narsadek yashiradi. Ochiq oyda pul uchun mana manfaat, sizga manfaat berdim. Buni men YouTube ga qo'yaman. Sizga o'xshagan muammosi borlar ko'radi, miyasi portlaydi, o'z-o'zini diagnostika qilib ko'radi. Afsuski hech qanaqa narsani tushuna olmasdan qiynalib turib, oxiri keyin yo mana shu boladan o'zidan olmasam bo'lmaydi ekan deydi. Keyin menga mijoz bo'ladi, menga pul keladi. Bo'ldi. Konsultatsiyaga yozilaman, xudo xolasa. Seans. Gaplashamiz yana chuqurroq seansga. Ha, shunaqa. Hali u nima deydi? Lipoy narsani to'g'rilasa bo'ladi. Faqat ikkita narsa kerak. Birinchisi, o'sha narsani keltirib chiqarayotgan ongotni blokini yechish. Ikkinchisi, o'sha narsaga muvofiq bilimga ega bo'lish. Sizga o'zi hozirgi holatingizda men anaqani ham tavsiya qilmayman. $3000 pulingiz bo'lgan taqdirda ham uni mobilografga yoki shaxsiy brend yuritadigan odamga berishga qilmayman. Nimaga? Chunki hozir boshlanishiga o'zingiz qo'lingizdan kelguncha yuritishingiz kerak uni. Qatib qoldi gap. Asosiy gap qatib qoldi. Hozirgi holatda pulingiz bo'lgan taqdirda ham birdaniga mobilograf yo shaxsiy brend yuritadigan odamni topib unga $3000 berishingizni tavsiya qilmayman. U $3000 ga 1 oy yoki 2 oy ishlaydi, lekin u sizni sohangizni tushunmaydi. Nima insonlarni titratadi, nima unga wow degizvoradi, bu narsani bilmaydi. Rasa bo'lsa sizga videoda gapirsangiz, o'shani montaj qilib beradigan mobilograf bo'lsa bo'ldi. Nimaga desangiz, men shu paytda 5 ta 6 ta prodyuser bilan ishlaganman. Oxiriga o'tgan yilda ishlaganimda men uyimni sotib, ya'ni arendadagi uyimni sotib turib, anaqaga o'zi menga tayyor pul keltirayotgan uy bo'lganda endi u arendadan. O'sha uyni sotib turib $50,000, $100,000 zapus qilamiz, yorib yoramiz, oq qilamiz, ko'k qilamiz deganda pulini qo'yganman, boshqa qilganman. O'sha minusga kirib ketganman. Ana undan keyin tushunganman, xullas baribir hech kim meni sohamni yaxshi tushunmaydi. Undan ko'ra o'zim kontent qilaman, o'zim marketologman, o'zim sotuvchiman deb turib, men o'zim qilib turib, sekin nanasib turib ishlarimni tizimlashtirib olganman. Mana hozir misol uchun agar Telegramga kiradigan bo'lsangiz, hikoyalarni ham o'zim yozaman. Marketing bo'yicha sotuvlarni ham o'zim qilaman. Va shu hali hamma qilayotgan ishni qilmayman men. O'sha narsani neobishniroq, boshqacharoq podachada yetkazib beraman misol uchun. Mana o'tgan safar mana oyni boshida kitob sotmoqchi bo'ldim. Shunchaki nima deydi? Hamma qiladigan marketing emas, men o'sha kitob olib o'qigan o'quvchini hayotini yoritib berdim. Faqat bu yerda menga marketing, ya'ni copywriterlik kerak bo'ldi. Bu narsa bo'yicha bilimim bor. Ya'ni marketingga o'zim ham qiziqaman, sotuvchilikka qiziqqanligim uchun o'sha haqida doim darslar, kitoblar o'qib borganligim uchun bu haqida menda bilim bor. Siz ham o'sha narsani oz-ozdan o'zlashtirib borsangiz,
ertaga misol uchun kimgadir ishingizni topshirsangiz, u ishingizni neto qilayotgan paytda to'xta, shu joyi noto'g'ri-yu deya olasiz. Bo'lmasa opa borishuvda endi sekin-sekin bo'ladi-da, u-da, bu-da deydi. O'zim rivojlantiravering harakat qilib. Aytayapman, rosa bo'lsa sizga bitta anaqa kerak. Sot video qilib, videoni montaj qilib beradigan odam kerak. Да. А так живой отзывlarimiz yaxshi. Yo'q, sahifangiz полностью otizdan ham iborat bo'lib qolmasligi kerak-da. Aytmoqchiman, живой istoriyalarim, kasallar, surik paytlarini, hammasini aralashtirib qo'yish videolarim kerak. Shu to'g'risida oddiy ChatGPTga yozsangiz ham sizga boshlang'ichiga yo'l ko'rsatib beradi. Da, bu professional zo'r bo'lmas, lekin shu orqali daromadingiz ham ozgina oshadi. Lekin meni tavsiyam, xohlang qabul qiling, xohlang yo'q. Birinchi o'rinda mana shu o'sha pul so'ramaslik bo'yicha ishlash kerak. Undan keyin pulga bo'lgan munosabat bo'yicha ishlaganingizdan keyin yana anaqa bo'ladi. Yana xudo xolasa keyingi oylarga o'sha biznes ledi va soha egalari uchun alohida bir kichik 15 kunlik dastur ham qilmoqchiman, o'sha pulga bo'lgan munosabat, mijozlarni jalb qilish va hokazo bo'yicha. Shunaqa niyat bor. Chunki biznes ledi soha egalarini muammosi nima desa, pulni yaxshi boshqara olmaslik, mijozga yopishib qolish, mana shunga o'xshash muammo bor. Mana o'zim ham men soha egasi sifatida gapiraman. Men bu muammolardan qanday qilib chiqqanman? Qanday qilib qo'yib yuborish orqali jalb qilish mumkin mijozni? Mana shularni ochib beraman. Ishlaringizga rivoj, yaxshi ketyapsiz. Ko'ryapmiz, sizni eshityapmiz. Xudo xolasa, konsultatsiyaga ham yozilaman. Yaxshi, xo'p. Qanaqa kuchudingiz qanaqa bo'ldi opa? Mana siz mana nevropatologsiz-ku misol uchun. Shundan gapiring, mana diagnostika qanaqa bo'ladi deb o'ylovdingiz-ku, qanaqa bo'ldi? Ha, savollarga berish sразу oson emas ekan. Kamera ortida oson tuyular ekan haqiqatan ham. Aql bo'lish, kimgadir nimanidir o'rgatish osonroq savollarga javob berishdan ko'ra. Endi ong ostimizda haqiqatan ham biz o'ylagandan ko'ra bloklarimiz ko'proq, ongimiz boshqargani bilan u hali o'zimizni esimizdan chiqib ketgan ong ostimizdagi sarqitlarimiz ko'p. Ular bilan ishlamasak, hayot tarzimizda, yashash tarzimizda doim ta'sirini ko'rsatadi, o'tkazadi. Men o'zimiz o'sha narsani anglaganimiz bilan ham uni psixologik darajada ishlab olmagunimizgacha biz uni tan olishimiz qiyin. Lekin shu bilan yashab o'tamiz butun hayot davomida. Har bitta hayotimizda bo'layotgan voqealar aylanib o'rgilib ong ostimizdagi ustanovkalar bilan bog'liq bo'ladi. Shunaqa, chunki o'tmishdan, tajribadan kelib chiqqan holatda hozirgi qarorlarimizga ta'sir qiladi-da shu narsa. Bolalikdagi ko'p bizga bo'lgan to'siqlar ham mumkin emas, bu qimmat, yo'q, bu hozir emas degan ustanovkalarimizni ham yechib olmagunimizga davr bolalikdagi ota-onamizdan qoldirilgan ustanovka, loyiq emaslik, munosib emaslik, yo'q, hozir emas, keyin degan ustanovkalarimiz ham keyin hayot davomida baribir ishlab berar ekan bizga. Katta bo'lganimizda ham pulimiz bo'lib oshib toshib ketganda ham o'zimizga to munosib ko'rmagunimizga davr krest kelaveradi. Yo'q degan hali erta. Это надо заслужить degan narsa kelaverar ekan. Zo'r, xursandman. Yaxshi opa, bo'lmasam, xudo xolasa yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Aloqaga chiqaman. Xo'p, mayli. Agar siz ham soha mutaxassisi bo'lsangiz, pul bo'yicha va hokazo bo'yicha mana shu opa singari muammo bo'ladigan bo'lsa, sizni ham mana shu opa kabi alohida kovlab diagnostika qilib, keyin u yog'i seans qilinadi va diagnostika haqida batafsil ma'lumot olish uchun mana shu videoning kommentariyada boshida Tohirjon diagnostika uz sayti turibdi. O'shaga kirasiz, batafsil ma'lumot yozilgan. Shunaqa gaplar, salomat bo'linglar. Xo'p, ishlaringizga Rahmat opa, xo'p.